Assalomu alaykum. Mehribon yaratguvchi Parvardigorimning mo'min va mo'mina bandalari. Qarang, Toshkentda domlarni oldida juda ham xafa bo'lib ketyapman bu domlarni atrofini ko'rib. Shunchalik bo'yvachcha, shunchalik o'qimishli insonlar bu uylarni ijaraga kelib olib, hech narsa qilmayapti ular. Qarang, bir insonni ozgina kichkina bog' qilibdi, qarang. Shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Qarang. Mana gulzorini qarang, chiroyligini. Qarang, hech qancha mablag' ketgan yo'q. Chiroyli atirgulchalarni ekib qo'yishgan. Qarang. Bilan bahri dilingiz ochiladi. Shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi-ku hammalari ham. Alloh bo'lsin shu insondan. Hech qancha joy bas, qarang. Qanchalik bu yerda hayot, jannat bor, mana shu kichkina joychada jannat bor. Allohim bu yerga nurini, nazarini solib turishadilar. Bu inson qalbida mehri daryo, ayol. Mo'mina ayollar chiroyli qilib domlar atrofini tozalab, vohli turib, gullarni ekinglar. Arzon gullar gul bozor hech qanchaga bermaydi. Chiqib, bahri dilingiz ochilib o'tirasizlar. Qarang, qanday go'zal gullar. Allohning o'zi mana chet davlatdan kelyapti. O'zimizni atirgullarni, atirgulchalari.